Matematikadan savol javoblari bilan. Birinchi savolimiz: matematika so'zi qanday ma'noni bildiradi? Javob grechka so'zidan olingan bo'lib, uning ma'nosi farazni bilish demakdir. Ikkinchi savol: matematika metodikasi ta'lim jarayoni bilan bog'liq bo'lgan nechta savolga javob beradi? Javob 3 ta savolga javob beradi. Birinchisi, ular quyidagilar. Birinchisi, nima uchun matematikani o'rganish kerak? Ikkinchisi, matematikadan nimalarni o'rganish kerak? Uchinchisi, matematikani qanday o'rganish kerak? Uchinchi savol: hozirgi zamon matematikasi natural son tushunchasini asoslashda nimaga tayanadi? Javob to'plamlar nazariyasiga tayanadi. To'rtinchi savol: matematika metodikasi haqidagi tushuncha birinchi bo'lib kimning asarida bayon qilingan? Javob shvetsariyalik pedagog, matematik G. Pistolosning 1803-yilda yozgan Sonni ko'rgazmali o'rganish asarida bayon qilingan. Beshinchi savol: matematika o'qitish metodikasi o'zining tuzilish xususiyatiga ko'ra nechta bo'limga bo'linadi? Demak, matematika o'qitish metodikasi o'zining tuzilish xususiyatiga ko'ra nechta bo'limga bo'linadi? Javob 3 ta bo'limga bo'linadi. Birinchisi, matematika o'qitishning umumiy metodikasi. Ikkinchisi, matematika o'qitishning maxsus metodikasi. Uchinchisi, matematika o'qitishning konkret metodikasi. Oltinchi savol: matematika boshlang'ich kursi o'qitishning maqsadi nechta omil bilan belgilanadi? Javob 3 ta omil bilan. Birinchisi, matematika o'qitishning umumta'limiy maqsadi. Ikkinchisi, matematika o'qitishning tarbiyaviy maqsadi. Uchinchisi, matematika o'qitishning amaliy maqsadi. Demak, 3 ta maqsadi bor ekan. Yettinchi savol: boshlang'ich sinflarda matematika o'qitish metodikasining didaktik tamoyillari nechta va qaysilar? Javob 6 ta. Birinchisi, onglilik tamoyili. Ikkinchisi, ko'rsatmalilik tamoyili. Uchinchisi, ilmiylik tamoyili. To'rtinchisi, ketma-ketlik tamoyili. Beshinchisi, puxta o'zlashtirish tamoyili va boshqalar. Oltinchisi, boshlang'ich maktabda algoritmlar va
Algoritmlarga o'rgatish metodikasi. Demak, 6 ta tamoyil bor ekan. Boshlang'ich sinflarda matematika o'qitish metodikasining didaktik tamoyillari 6 ta ekan. 8-savol. Matematikadan dars turlari qaysilar? Javob. Birinchisi. O'quvchilarni yangi tushunchalar bilan tanishtirish, yangi bilim va ko'nikmalarni hosil qilish darslari. Ikkinchisi. Turli xil mashqlar yordamida yangi bilim, malaka, ko'nikmalarni mustahkamlash darslari. Uchinchisi. O'tilganlarni takrorlash, umumlashtirish darslari. To'rtinchisi. Keyingi bosqichda xatolarning oldini olish maqsadida mustaqil bilim, malaka va ko'nikmalarni tekshirish darslari. Demak, matematikadan dars turlari 4 ta ekan. 9-savol. Boshlang'ich sinflarda algoritmlashtirish mumkin bo'lgan jarayonlarning eng muhim sinflarini sanang. Eng muhim bo'lgan sinflari. Javob. Birinchisi katta, kichik, teng munosabatlarni o'rnatish. Ikkinchisi og'zaki va yozma hisoblashlar. Uchinchisi tenglamalarni yechish. To'rtinchisi geometrik shakllarni yasash. Beshinchisi sonning ulushini, sonning kasrini, sonning ulushi bo'yicha uning o'zini aniqlash. Demak, 9-savolda boshlang'ich sinflarda algoritmlashtirish mumkin bo'lgan jarayonlarning eng muhim sinflari 5 ta ekan. 10-savol. Algoritmlashtirish mumkin bo'lgan ma'lum amaliy faoliyatni o'qitish tamoyiliga ko'ra qanday bosqichlarga bo'linadi? Javob. Birinchisi. O'qituvchi algoritmni ishlab chiqadi. Ikkinchisi. O'qituvchi algoritmning mazmuni bilan o'quvchilarni tanishtiradi. Uchinchisi. O'quvchilar mazkur algoritmdan ko'p marta foydalanib, uni o'zlashtiradilar. Demak, 3 ta bosqichi bor ekan. Algoritmlashtirishning 3 ta bosqichi bor ekan. 11-savol. Bolalar bog'chasining tayyorlov bir yilda necha soat mashg'ulot o'tkazish rejalashtiriladi? Javob 72-74 soat. 12-savol. Raqam nima? Javob. Raqam sonning shartli belgisidir. Hammasi bo'lib 10 ta raqam bor. Demak, 0, 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 13-savol. Matematika o'qitish metodikasi kursining asosiy o'zagi nimalardan iborat? Javob: natural sonlar va asosiy miqdorlar arifmetikasidan iborat. Demak, 13-savolda matematika o'qitish metodikasi kursining asosiy o'zagi nimalardan iborat? Javob: natural sonlar va asosiy miqdorlar arifmetikasidan iborat. 14-savol. Boshlang'ich sinf materiali qanday tuzilgan? Javob: konsentrik tuzilgan. Masalan, oldin birinchi o'nliklarni raqamlash o'qitilsa, keyin yuz ichida raqamlash va arifmetik amallar bajarish o'qitiladi. Undan keyin ming ichida arifmetik amallar bajarish, keyin ko'p xonali sonlar ichida o'qitiladi. 15-savol. Boshlang'ich sinflarda matematika o'qitishning maqsadlari nechta va qaysilar? Javob: 3 ta. Birinchisi umumta'lim maqsadi, ikkinchisi tarbiyaviy maqsadi, uchinchisi amaliy maqsadi. Demak, 15-savolda boshlang'ich sinflarda matematika o'qitishning maqsadlari nechta va qaysilar? Javob: 3 ta. Birinchisi umumta'lim maqsadi, ikkinchisi tarbiyaviy maqsadi, uchinchisi amaliy maqsadi. 16-savol. Bu qonuniy bog'lanishlarni, munosabatlarni, aloqalarni o'rnatish va ilmiy nazariyalarni tuzish maqsadida ilmiy axborotlarni olish usullaridir. Qaysi metod? Javob: ilmiy tadqiqot metodlari. 16-savol. Bu qonuniy bog'lanishlarni, munosabatlarni, aloqalarni o'rnatish va ilmiy nazariyalarni tuzish maqsadida ilmiy axborotlarni olish usullaridir. Qaysi metod? Javob: ilmiy tadqiqot metodlari. 17-savol. O'qitishda suhbatning necha xilidan foydalaniladi? Javob: 2 xil. Katexizik va everistik suhbatdan foydalaniladi. Demak, 17-savolda o'qitishda suhbatning necha xilidan foydalaniladi? Javob: 2 xil. Katexizik va everistik suhbatdan foydalaniladi. 18-savol. Katexizik suhbat bu. Javob: shunday savollar tizimi asosida tuziladiki, bu savollar ilgari o'zlashtirilgan bilimlar
taraflarni oddiygina qayta eslatishni talab etadi. 18-savol. Katexizik suhbat bu. Javob: shunday savollar tizimi asosida tuziladiki, bu savollar ilgari o'zlashtirilgan bilimlar, ta'riflarni oddiygina qayta eslatishni talab etadi. 19-savol. Savol.